Assalamu alaykum savatdaşlar. Tayyiba dershanemize hoş geldinler. Biz bugün kitabımızın en ahırkı mezmunu boğan taklit hakkı toxtalımız. Doğrusu biz dersimiz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqlid. Taqlid degan nima? Bu Uyghur tilimizdagi taqlid qilish. Ya'ni bir umum xalqninki yoki ijtihod darsiga yetmagan bir odamninki bir mujtahid qana qilishi, agishi. Kitap qaydigan bo'lsak, ta'rifuhu uning ta'rifi at-taqlid lughatan, taqlid lug'at jihatda wad'u shay fil unuq. Ya'ni gadanga bir narsani quyosh esish degan gap. Muhitan bihi, ya'ni bu yonga bir narsani qorishab esish degan gap. Kalqilada xuddi marjanga o'xshash. Istilohan aytgan vaqtimizda itba' man laysa qawluhu hujja. Ya'ni so'zi hujjat emas, odamninki agishi. Kimning so'zi hujjat? Payg'ambarimizningki va sahobalarninki hujjat ma'lum shartlar bilan. Aşılardan başkalar qanday qiladi va aşılardan başkalar ergişidi. Faxaraja bi qawlina man laysa qawluhu hujja. Ana man laysa qawluhu hujja degan so'zimiz bilan itba'un nabiy va itba' ahli al-ijma' payg'ambarimizningki va ijma' ahlininki va sahobalarninki itba'acha chiqib ketdi. Ya'ni ijma' ahli degan kim? Mujtahidlar. Yani mujtahidlar chiqib ketdi, payg'ambarimiz chiqib ketdi, sahobalar chiqib ketdi. Agar biz sahobalarning so'zini hujjat deb qarasak. Fala yusamma itba'i shay'in min zalika taqlidan. Shu narsalardan fala yusamma itba'i shay'in min zalika taqlidan. Shuningdan bir narsaga ergashish taqlid deb atalmaydi. Ya'ni payg'ambarimizning so'ziga ergashgan bo'lsa, ijmo'ga ergashgan bo'lsa, sahobaning so'ziga ergashgan bo'lsa, bu taqlid deb atalmaydi. Chunki u hujjatga ergashgan bo'ladi. Delilga ergashgan bo'ladi. Bu majaz yo'liga asosan taqlid deb ataladi. Lekin qad yusamma taqlidan. Lekin ba'zida majaz yo'liga asosan taqlid deb ataladi, ammo istilohiy jihatda, kasbiy jihatda bir odam payg'ambarimizning so'zini tutgan bo'lsa, yoki sahobalarning so'zini tutgan bo'lsa, yoki mujtahidlar, yoki ijmo'ni tutgan bo'lsa, mujtahidlarning emas, ijmo'ni tutgan bo'lsa, bu taqlid deb atalmaydi. Taqlid deganimiz shu mujtahidlarga ergashgan bo'lsa taqlid bo'ladi. Biz tafsil to'xtalamiz. Taqlidning o'rinlari nada bo'ldi bo'lsa, yakunu taqlid fi mawdan. Ikki o'rinda bo'ladi. Birinchisi, yakunal muqallidu ammiyan. Muqallid, yani taqlid qiluvchi umum xalq bo'ladi. Ya la yastati'u ma'rifatul hukm bi nafsihi. Ya'ni o'zi hukmni bilinmaydi. Fa farduhu taqlid. Faradahu taqlid. Uningga taqlid qilish vojib, farz bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dedi. Ve yuqallidu afdalu men yejiduhu ilmen. Ve ergişidu taqlid qiladi va odam ilim va taqvolik jihatda ko'rgan, topgan eng afzaliga ergishadi. Fa intasava amma agar hammasi o'xshashlab qolsa ilim taqvolikda xoliqingacha ergashsa bo'ladi. Uni indahu ithnan khuyra baynahuma. Ikki odam o'xshashlab qolsa, ikkisining qaysisi ixtiyor qo'yiladi. Ikkinchisi, ya'ni taqlidning o'rinlarining ikkinchisi ayyaqa lil mujtahid hadithatan taqtadi al-fawriyya. Mujtahidmi nima qilib qoldi, taqlid qilib qoldigan yeri bor. Mujtahidga tushish, ya'ni mujtahidga bir hodisa tushidi, darhol javob berishni taqozo qiladigan bir hodisaning mujtahidga kelib qolishi. Mujtahid uningga qarashga, izlanishga mumkin bo'lmaydi. Qanday qildi bu vaqtda? Fayajuzu lahu at-taqlid hinayz. Shu vaqtda taqlid qilish to'g'ri bo'ladi. Ya'ni taqlid qilib boshqa mujtahidlarning so'zi bo'lsa osi bo'ladi. Va ishtarata ba'duhum li jawaz at-taqlid alla takuna al-mas'alatu min usul ad-din. Ba'zilar, ya'ni ba'zi olimlar mujtahidning taqlid qilishiga shart qildi, u masalaninki usuluddin, ya'ni e'tiqod qilishi vojib bo'ladigan dinning usullaridan bo'lgan masala bo'lmasligi kerak deganni shart qildi. Chunki aqidalar jazmi qilish vojib bo'ladi. Taqlid degan gumonni-cho ifodalaydi, jazmini ifodalamaydi. Rajih qarash anna zalika laysa bi shart li umum qawlihi. U nima emas, shart emas. Aqida masalalari bo'lib qolsa, darhol javob berishni talab qiladigan mandaq hodisa bo'lib qolsa, buni taqlid qilsa bo'ladi. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan Alloh taolaninki so'zining umum bo'lganligi uchun. Wal aya fi siyaq ithbat ar-risala wa huwa usuluddin. Oyat risolatni isbotlashning siyaqida kelgan. U risolat degan usuluddin qatoridan. Lanna al-amil yatamakkanu min ma'rifati al-haq. Chunki umum xalq degan haqni-cho bilmaydi dalil bilan. Fa iza ta'azzara alayhi ma'rifatu al-haq bi nafsi. O'zi haqqini bilish o'zrolab qolsa, uni taqlid qilishdan boshqa yo'l qolmaydi. Fattaqulloha mastata'tum. Allohning kuchinglarni yetish qo'rqinglar dedi Alloh taolo.
Taqlid bir qancha turlik bo'ladi. Birinchisi am, yana birisi xos. Am bo'lgani ayaltazima mazhaban muayyanan. Muayyan bir mazhabni lozim tutadi. Uning ruxsatlarini oladi va keskin hukmlarini oladi. Ham dinning hamma ishida. Bu umum bo'lgan nima bo'ladi? Taqlid bo'ladi. Xuddi bizningki yurtimizda butun Imom Azamga ergashib taqlid qilganga o'xshash. Vaqad ixtilafa ulama fi. Olimlar bu xil taqlidda ixtiloflashgan. Faminhum man hukiya wujubihi lita'adur al-ijtihad fi al-mutaakhirin. Bir qism olimlar uning vojibligini naql qilgan. Ya'ni mushundaq bir mazhabni tutib menish vojib deb qaragan. Nimishqa keyin kelgan olimlarda ijtihadninki özür bo'lganligi, ijtihad darajasiga yetolmaganligi uchun. Yana bir qism olimlar bundaq bir mazhabni butunlay dinning hamma ishida bir mazhabni tutib menishni harom deb qaraganlarmi bo'lgan. Nimishqa payg'ambardan boshqa boshqaga mutlaq ergishishninki lozim kelganligi uchun. U payg'ambarimizning boshqaga undaq dinning hamma ishida qanday qilmaydi, ergishmaydi. Bunda qilganlik uchun buni harom deb qaraganlar bo'lgan. Şeyh İslam İbn Teymiye mundaq degan bu haqda inna fil qawli bil wujubi ta'ati g'ayrin nabiy sallallohu alayhi vasallam fi kulli amrihi va nahyi. Payg'ambarimizning boshqasiga itoat qilishninki vojib ekanligini degan bu so'z hamma nahiy, hamma amr, hamma ishda bu ijmoga xilof bir gap. Va javozihi fihi ma fi. Ya'ni uning to'g'riliqidimi to'xtab qolgan Shayx Islam Ibn Taymiya to'g'riliqdimi gap qilmagan. Ammo uning vojib degan ko'z qarashini rad qilgan. Va qal man iltazama mazhaban muayyanan va dedi Ibn Taymiya qandaq bir odam muayyan bir mazhabni tutsa, ondan keyin shu mazhabni tutib mengab uning qarshi bir ishni qilsa, min g'ayri taqlidin li alimin akhar. Shuningga qarshi bir ishni qildi, boshqa bir olimga ergishib emas. Başqa bir olimning fatvo bergan fatvosiga ergishib emas holda qarshi bir ishni qilsa, wala istidlal bi dalil, ya'ni hech qanday bir dalilga ega olmay turib qilsa, shuning qarshisini taqozo qiladigan bir dalilga ega olmay turib qilgan bo'lsa, wala udrun shar'iy va shar'iy o'zrimi bo'lmasa, uning qarshisini qilishga yaqtadi hilla ma fa'alahu, ya'ni qilgan ishningki halollikni taqozo qilgan shar'iy o'zrim bo'lmasa, fa huwa muttabi'u li hawa. U havo havasga ergashgan bo'ldi. Ya'ni bir odam mana Imom Azamninki Hanifi mazhabida deb menib turib bir işte chiketdi. Chikitishida boshqa mazhabga ma ergashmaydi. Boshqa mujtahid olimning fatvosiga ergashmaydi. Uzrakka hech qanday uzra qarata chiketgan bo'lsa, bu havoy havasga ergashgan bo'ladi. Fa'il muharram bighayri uzrin shar'iy. Bu shar'iy uzrsiz holatda haromni qilgan bo'ladi. Bu munkar, inkor qilinadi. Ammo idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana ala qawl. Ammo agar uningga bir sözün yeni bir sözge küçük ekanligini vacip qildigan bir narsa oshkor bo'lsa, ya'ni bir mazhabga ergashib menapti, ammo u masalada boshqa mazhabning dalilini kuchli deb qaragan bo'lsa, imma bil adillatil mufassala in kan ya'rifuha va yafhamu. Ya'ni bir dalillar bilanki agar u dalilni biladi va bilsa yoki tushunsa. Ya'ni bir odam bor, dalilni biladigan va tushunadigan boshqa mazhabdagi. Ma mazhabda falan mazhabningki ko'z qarash ekan deb o'z mazhabidan shu dalilni bilib turib tafsiriy holda chiqayotgan bo'lsa, ve imma bi ayyura ahadu rajulin a'lam bi tilkal mas'ala. Yoki ikki bu mujtahid olimning birisi shu masalani yana birisini taxim abdurroq biladi ekan deb qarab chiqib ketgan bo'lsa, va huwa atqallahu atqalillahi fima yaquluhu. Ya'ni u Allohdan degan narsa taxim qo'rquvchiroq deb qarab chiqib ketgan bo'lsa, fayarji'u an qawlin ila qawlin. Ya'ni bir qo'ldan yana bir qo'lga chiqib ketgan bo'lsa, limisli hada mushundaq qarashlar bilan fahada yajuz. Bu to'g'ri bo'ladi, balki vojib bo'ladi. Vaqat nasal Imom Ahmad alayhi. Imom Ahmad bunga nas keltirgan. Ya'ni bir masalada bir mazhab turib, yana bir mazhabga dalilning kuchli bo'lganligi yoki bir mujtahid imomning bu masalani taqim abdaroq bilganligi yoki taqvoligini ko'zlab chiqib ketgan bo'lsa, bu to'g'ri, balki ba'zi olimlar buni chiqib ketishi vojib deb qaragan, buni to'g'ri desak sal muvofiqroq bo'ladi. Ikkinchisi xos. Taqlidning xos bo'lgani ay ya'khudha bi qawlin muayyan fi qadiyat muayyana. Ya'ni muayyan masalada muayyan shaxsning, muayyan mujtahidning so'zini tutish. Bu to'g'ri idza ajaza an ma'rifatil haqq bil ijtihad. Agar ijtihadini haqni bilishdan ojiz kelsa. Sawa'an ajaza ajzan haqiqiyan aw istata'a zalika ma'al mushaqqat al-azima. Mayli uni haqiqiy ojiz qilishda ojiz kelsin yoki mushaqqat bilan qila oladigan bo'lib qolsa-mu, bu vaqtda
başqasına əgəşdirdi toğra. Müəyyən məsələdə. Məsələn bir adam var, həm məsələdə İmam Əzəbin məzhəbində, amma namazdan çoxlaşmış məsələsində çıxıb getdi. Muşu məsələdir. Bu toğra. Fətval muqallid. Yəni muqallid qılğuçununki fətvası Allah Teala fəsəlu əhlə zikr in kuntum la ta'lamun. Sizlər bilməsənlər zikr əhlindən, alimlərdən soraqlar dedi. Əhli zikr degan kim? İlim əhli. Muqallidçi ilim əhli emas. Əgəşildiğən ilim əhli emas. O bolsa başqasına əgəşildiğən adam. Ebu Ömer ibn Abdülber ve onun başqası dedi. Ecma'an nas ala ennel muqallid leyse ma'dudan min ehli. Muqallid degan ilim əhli qatarı sanılmaydı. İlim degan haqqni delillə bilish. Yəni haqqni delillə bilən adam bu ilim əhli boludu deydi. İbn Qayyim dedi: "Ve hâzâ kemâ qâle Ebu Ömer." Bu Ebu Ömer degandek fe innen nas la yahtalifûne fi ennel ilim huvel ma'rifetul hasil an delil. Kişiler yani alimler ixtilaflaşmaydı. İlimninki delilden hasıl boğan bir ma'rifet ikenlikide ixtilaflaşmaydı. Ama delilsiz boğanı taklit. Demek delilsiz bir gapni bilgen bolsa bir adam. Mesela bir adam namaz degan fariz yoki namazda mundaq qilsa qildi delilni bilmagan bolsa bu yani muqallid bo'ldi odam. ثم حكى ابن قيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاث أقوال. Ondan keyin ibn Qayyim aşınondan keyin taqlid bilan fatvo berishning to'g'riligiga 3 xil so'zningki 3 xil qarashning borligini hikoya qildi. Ya'ni taqlid bilan fatvoni qilish to'g'rimi? Ya'ni taqlid bilan fatvo qilish deganimiz delilsiz holatda fatvoni, masalan, fatvo kitobiga qarab men fatvo bersem bulamdı. Birincisi la tecuzul fatva bit taqlid. Taqlid bilan fatvo qilinmaydi. Ya'ni bir fatvo boshqa odamning bergan fatvosini akilib turib, ya'ni men boshqadan bergan fatvoni akasam, u odamni taqlid qilgan bilaman shunday-ku. Shuning bilan qanday qilinmaydi? Fatvo berilmaydi. Chunki u nima emas, ilm emas. Wal fatwa bighayri ilm haram. İlimsiz fatvo berish haromdir. Bu bo'lsa ko'pincha ashablarning, ya'ni Hanbali mazhabidagilarning va Shofiiylarning ko'pincha ko'z qarashi. İkincisi, enne zâlike caizun fîmâ yeta'allaqu bi nefsihi. O özüge alakadar bulduğu işlerde to'g'ri. Ya'ni fatvo kitibine kelib, o'zi foydalansa bo'ladi. Ammo fatvo kitibini ekib qolib, umum xalqqa fatvo berishchi bo'lmaydi. Va la yajuzu an yuqallida fîmâ yufta bihi g'ayri. Va to'g'ri bo'lmaydi an yuqallada fîmâ yufta bihi g'ayruhu. Va to'g'ri bo'lmaydi an yuqallada əgəş türüşü onun bilan başqası fatvo vergan narsada boshqalar əgəşdirişi to'g'ri olmaydi. Ya'ni umum xalqqa fatvo olmaydi. Chunki bir fatvo degan ma'lum shaxs ma'lum sharoit qarab beriladi. Uchinchisi, anna zalika ja'izun 'indal haja. Hojatlab qolganda bo'ladi, ya'ni mujtahid olim bo'lmasa bo'ladi. Va huwa asahhul aqwal va alayhi al-amal. Bu bo'lsa so'zning eng kuchliroqi. Ya'ni fatvoga asoslanib turib fatvo bergulamdi. Yani alimlerin fatvo kitibine koyup delilsiz halatta onunla fatvo asıl fatvo belgilandı. Bunun 3 xil göz qaraşı var. Birincisi to'g'ri olmaydi. İkincisi o'ziga alaqadar ishlar to'g'ri bo'ladi. Üçüncüsü olim bo'lmasa hojat bo'lgan vaqtcha bo'ladi. Wa bihi yatimu ma aradna kitabatuhu fi hadhihi al-muzakkarat al-wajiza. Va bunun bilan biz yezishni maqsad qilgan narsamizni to'liqlagan bo'ldik. Bu kichik kitobchida Allah subhanahu va taoladan hammamizda so'zda va amalda rushd, ya'ni to'g'ri yo'l so'raymiz va qilgan amallarimizdan najot qutuqlik tilaymiz. Alloh taolo bo'lsa saxiy va karimdir. Va sallallohu va sallama ala nabiyina Muhammad va alihi va